kallani ishlashidan baraka muhimroq. Men juda ko'p hayotda sinab ko'rdim. Ishoning, men yashirmayman, shogirdlarning ichida, chiqqan bizdan ketgan shogirdlarning ichida endi bor gap, qobiliyati sotuvga bor. Hattoki shaxsiy brenddan bor. Hattoki bozor talabi juda katta. Sotuv, misol uchun, kursini o'tsa hozir odam to'lib ketishi kerak. Lekin hayot ko'rsatyaptiki, baraka degan narsani topolmadi. Bu o'zi tushunib yetdi. Biz hozir juda qadrdon bo'lib qolganmiz u shogirdimiz bilan. Lekin hayotda juda katta isbot bo'lyaptiki, bu narsa hamma tomonlama to'g'ri kelyapti, lekin ish yurmayapti. Nimadan? Odamlar norozilchiligi sabab baraka qochgan bo'lishi. Va shunaqa tanishlarim bor yana. Ishoning, mana Ibrohim aka Gulyamov bilan teng boshlagan bir nechtasini bilaman. Teng, hattoki sheriklikda boshlagan bittasini bilaman. Hattoki hozir qarasam 100 minglab podpischiklari bor. Ismini aytmayman. Lekin bu sohada energiya bor. Eng qizig'i, ingliz tilini biladi, rus tilini biladi. Lekin barakasi yo'qda. Nimaga bilmayman. Surishtirsam bir nechta odamlardan shu bola norozi qilganda bizni baraka mana shunaqa narsa bo'ladi. Kallani ishlashi, til bilish, boshqa hammasi 70-o'rinda. Baraka birinchi o'rinda. Manasi bu.